Binafsha shu'lasi. Ikkinchi kitob. Usoma Muslim. Qayerda edik-u, qayga ketamiz? Yorqin nur so'ngach, ayol oq aralagan sochlarini yig'ib, qo'lidagi kitobni yopdi-da, sarlavhasiga ko'z yugurtirdi. Tabassum qilib, kitobni oldidagi kichik stol ustiga, yarim erib bo'lgan oppoq shamning yoniga qo'ydi. Xona nimqorong'i edi. Shu payt xonimning yonidagi zinaning yuqorisida eshik g'iyqillab ochildi. Kimningdir zinadan ehtiyotkorlik bilan asta-sekin tushib kelayotgan qadam tovushlari eshitila boshladi. Qadam tovushi yaqinlashgan sari xonadagi yorug'lik ham ortib bordi. Nihoyat, qo'lida xuddi stoldagi kabi sham tutgan qiz ko'rindi. Qizning ko'zi charm divanda o'tirgan kumushrang sochli xonimga tushgach, undan so'radi: "Nega qorong'ida o'tiribsiz, xonim?" "Shunchaki, yolg'iz qolgim keldi." Xonim qizga qarab jilmaydi. "O'zing bu yerda nima qilyapsan, basmi?" "Kech qolib ketganingizga xavotir oldik-da." Xonim stolda ustma-ust turgan kitoblarga ko'z tashlab, yaqinda qo'ygan kitobini qo'lga oldi. "Soat necha bo'ldi o'zi? Yana o'zimni unutib qo'ydim shekilli. Bu kitob ham meni ado qildi. Yana bir hayot, yana bir taqdir. Bir girdobning oxiri yo'q shekilli." Basma yaqinroq kelib, xonimning qo'lidagi kitobga razm soldi. "Rostdan ham, Hayo xonim, ancha parishon xotirsiz." Hayo qarshisidagi o'ynoqi sham yorug'i tushib turgan baland kitob tokchalariga tikilib javob berdi. "Hayo xonim, kimligimni ham bilmay qoldim o'zi. Qahramonlar ko'pligidan, hammasining taqdiri bir-biriga qorishib ketganidan, ularning orasidan o'zimni ajrata olmay qoldim." Qiz Hayoning oldiga kelib, xavotirlanib so'radi: "Shifokor chaqiraymi?" Hayo kitobni quchoqladi. "Yo'q-a, qasrga boraver, ortingdan yetib olaman. Aytganday, hammomni tayyorlab qo'y. Uxlashdan oldin issiq vanna qilmasam, bu yerda muzlab ketdim." "Xo'p bo'ladi." Basma ketishga shaylandi. "Qo'lingdagi shamni zinaning boshiga qo'yib ketgin." "Xo'p bo'ladi." Basma birinchi zinapoyagacha yetgach, shamni qiyshaytirib, ozgina eritdi-da, mahkam o'rnashtirib chiqib ketdi. Hayo divandan turib, qo'ldagi kitobni stoldagi kitoblarning ustiga qaytarib qo'ydi. Xuddi undan uzilolmayotgandek ketishdan oldin ham uning sarlavhasiga bir nazar tashlab qo'ydi. Kumush zanjir. So'ng uzun xarir ko'ylagining etagini ko'tarib, yarmi erigan shamni puflab o'chirdi. Zinaga o'rnatilgan shamning oldiga yetgach, uni olib tepaga ko'tarildi. Hayo Aminning uyidan ko'chaga chiqqanida vaqt yarim tunga yaqinlashib qolgan ekan. Bo'm-bo'sh ko'chadan o'tib, qasrning oldiga yetib bordi. Darvoza oldida soqchilar turishibdi. Xonimning shu ikki xonadon orasidagi har xil vaqtda borib kelib yurishiga o'rganib qolgan soqchilar uni kutib olib, darvozani ochishdi. Hayo bog'dan o'tib, qasrning kiraverishiga keldi. Uni xos xodimasi Basma boshchiligidagi xodimlar kutib turishgan ekan. Basma uning qo'lidan shamni olib, yengilgina ta'zim qildi. "Hammom tayyor, bekam." Hayo ichkariga kirayotib, xodimlarga buyurdi: "Kechki ovqatni tayyorlab, xonamga yuboringlar. Basma, sen men bilan yur." "Xo'p bo'ladi." Basma xodimlarga "Boringlar, ovqat tayyorlanglar" degandek ishora qildi-da, xonimga ergashdi. Hayo tepa qavatga, xonasiga yo'l oldi. Basma tez-tez yurib, bekasidan ildamlab ketdi. Xonaga undan oldin kirib, hammomning eshigini ochdi. Xonim kenggina hammomga kirdi. O'rtadagi katta qon tosh hovuzdan bug' chiqib turibdi. Hayo hovuz yonida turgan xaltachani olib, quritilgan binafsha gullardan hovuzga to'kdi. Keyin kiyimini yechib, issiq suv bilan to'lgan hovuzga asta-sekin tushdi. Hayo hovuz o'rtasiga tizzalarini quchoqlab o'tirib olgach, Basma uning boshidan suv quyib, momiq ko'pirtirgich bilan bekasining badanini ishqalay boshladi. Keyin hovuz labiga o'tirdi-da, bekasining boshiga chindek yog' quyib, biroz uqaladi. So'ng yog'och taroq bilan xonimning kumushrang sochlarini taray boshladi. Bu jarayon bir necha marotaba takrorlangach, ko'zlarini yumib o'tirgan Hayo mamnun ohangda dedi:
Baraka top. Oxirgi paytlarda boshim ko'p og'riyapti. Ayniqsa kitob o'qigandan keyin. Basma bekasining sochlarini silab so'radi. Boshqa hobbi topsangiz bo'lmaydimi bekam? Ilgari musiqa ham chalib turardingiz, keyin esa faqat kitob o'qiydigan bo'lib qoldingiz. Rosa zo'r chalardingiz-ku? Basma, kitob o'qishning gashtini bilganingda bunday demagan bo'larding. Mutolaa o'zining domiga tortib ketadigan nihoyatda huzurbaxsh mashg'ulot. Undan voz kechish oson emas. O'zi mutolaa men uchun shunchaki hobbi emas, chinakam hayot. Lekin rostdan ham kitobga juda yomon bog'lanib qolgansiz bekam, xuddi ona o'zining bolasiga, oshiq o'zining ma'shuqiga bog'lanib qolgandek. O'zingizni o'ylamay, borlig'ingizni boshqalar uchun fido qilib yuborayotgandeksiz. Hamrohim yolg'izlik, voqeligim esa xayol bo'lib qoldi. Shunday kitoblar borki, ayrim kimsalardan ko'ra sevilishga loyiqroq. Lekin haqiqatdan qochib bo'lmaydi-ku. Xayolning ufqi qanchalik keng bo'lmasin, oxiri baribir haqiqat zaminiga qaytamiz. Xayol ufqini keng deyish xato, chunki u chegarasiz. Lekin kitob o'qish sizni borgan sari ado qilyapti, xonim. Boshqa ish bilan mashg'ul bo'lishga vaqtingiz qolmayapti. Kuni bilan, ba'zan tuni bilan bir o'zingiz yolg'iz o'tirib nuqul kitob o'qiysiz. Ha, shunday. To'g'ri, sening ko'zingga men bir o'zim o'tirgandek ko'rinayotgandirman. Lekin men zohiran yolg'izlikka g'arq bo'lsam-da, o'sha sahifalar orasida maza qilib yashayapman. Bu juda go'zal, yoqimli yolg'izlik, Basma. Basma kulimsirab bekasining boshidan issiqqina suv quya boshladi. Kitob o'qib, go'zal hayotga kirib ketasiz, lekin kitobdagi hayot haqiqiy hayotning o'rnini bosolmaydi-ku. Xayol tabassum qildi. Bu gapni menga oldin ham aytishgan. Rostdanmi? Kim aytgan? Meni shu olamga olib kirgan odam. Basmaning ko'nglidan bekamga e'tiroz beraverib, ko'nglini og'ritib qo'ymadimmi, odobsizlik qilib qo'ymadimmi degan xayol o'tdi. Shuning uchun gapni bekasiga yoqadigan tomonga burdi. Bugungi kitobingiz qanaqa ekan? Boshqalari bilan bir xil. Xayol shunday deb o'rnidan turdi. Basma ham o'rnidan turib, katta oppoq sochiq bilan bekasining badanini yopdi. Bu ham sevgi haqida ekanmi? Xayol sochiq bilan artinarkan javob berdi. Sevgi haqida yozadiganlarning ko'pchiligi sevgi nimaligini bilmaydi. Haqiqiy sevgini boshidan o'tkazmagan biladi. His-tuyg'ular buzuq kompasga o'xshaydi. Na bir sohilga, na bir bandargohga olib boradi. Basma yana bir sochiqni olib bekasining boshini o'radi. Boshqa narsa haqida ekanmi? Mazmuni nima ekan? Xayol suvdan chiqqan bug'dan namlanib qolgan toshoynaga qarab sekingina javob berdi. Baribir. Bu ham boshqalariga o'xshar ekan. Nimani nazarda tutyapsiz? Xayol bug' qoplagan oynaga tushayotgan xira aksiga tikilgancha javob qaytardi. Kitob o'qishga ishtiyoqim yo'qolib boryapti shekilli. Menimcha, odatga aylanib qolgani uchun bo'lsa kerak. Odatlanish ishtiyoqni o'ldiradi. Odatlanish ijodkorlikning dushmani. Lekin siz hozirgina mutolaa men uchun chinakam hayot dedingiz-ku? Xayol eshik tomon yura boshladi. Basma, taqdir shunday narsa ekanki, hatto hayot ham jozibasini yo'qotishi, yashashga ishtiyoqimiz so'nib qolishi mumkin ekan. Har kim ertami kechmi yo'li qanchalik uzun bo'lmasin, kitobning oxirgi sahifasiga, so'nggi manziliga yetadi. Basma bekasining ortidan yurdi. Bu so'zlaringizdan onamning gapi esimga tushib ketdi. Onam meni turmush qurishga ko'ndirmoqchi bo'lib, ba'zan odamning umri to'xtab qolgandek bo'ladi. Shunday paytlarda hayotimizni yangilaydigan, jonlantiradigan odamga muhtoj bo'lamiz, degandilar. Xayol kiyim javonni ochib, Basmaga bir qarab qo'ydi. O'shanaqa odamni qayerdan topar ekanmiz? Basma javondan uzun tungi ko'ylakni olib xonimga uzatdi. O'zimning fikrimni aytaymi yoki onamnikinimi? Xayol bu ko'ylakni ko'rib, bunisini emas degandek ishora qildi.
Oldin yoshi katta odamning fikrini eshitaylikchi. Basma qo'lidagi ko'ylakni joyiga qaytarib, boshqa rangdagi ipak ko'ylakni oldi. Onamning fikri shuki, hayotni yangilashning eng yaxshi yo'li nikoh ekan. Mabodo nikoh orqali yangilanmasa, farzand ko'rgandan keyin yangilanarkan. Hayo badanini yopib turgan sochiqni chetga irg'itib, basma uzatgan tungi ko'ylakni kiydi. Onangning fikriga qo'shilasanmi? Basma sochiqni yerdan olib javob berdi. Yo'q, men butunlay boshqa fikrdaman. Hayo toshaynali javonning oldiga borib, o'rindiqqa o'tirdi. Qani, seni fikringni eshitaychi? Basma Hayoning boshidagi sochiqni oldi. Toshayna tortmasidan katta taroqni olib, bekasining kumushrang sochlarini taray boshladi. Birpas o'ylanib turib gap boshladi. To'g'ri, hayotimizga bir inson kirib kelsa, hayotimiz yangilanadi, lekin menimcha onam aytgandek emas. Hayo yarim to'la shishadagi atirni olib, oynadagi aksiga qarab qo'ydi. Unda qanday yangilanadi? Hayotda biz kutadigan insonlar bo'ladi, bizni kutadigan insonlar bo'ladi. Ba'zilarini har kuni ko'ramiz, ich-ichimizdan ular bilan baxtli bo'lishimizni bilamiz, lekin ular tomonga bir qadam ham tashlamaymiz. Chunki biz ularni kutishni afzal ko'ramiz. Ularning o'zi biz tomonga qadam tashlashini kutamiz. Ular esa qadam tashlaydi, lekin biz tomonga emas, ularni umuman kutmayotgan odam tomonga. Hayo xodimasining oynadagi aksiga qaradi. Sen baxtni juda tor qolipga solib qo'yapsan-ku? Basma bekasining sochini tarashda davom etib, jilmayib qo'ydi. Meni sevgi haqida gapiryapti deb o'yladingiz, a? Hayo qora ko'zli uzugini taqib so'radi. Unda nima haqida gapiryapsan? Undan ham muhimroq narsalar haqida, his-tuyg'ular haqida. Yo'l chetida tomoshabin bo'lib turadigan, hech narsani qo'lga kiritmay turib yo'qotishdan qo'rqadigan, oldinga intilishdan cho'chib, buning uchun mashaqqat chekishni istamaydigan, kibri ko'zini ko'r qilib, mag'rurlik sarobida yo'ldan adashgan, mashaqqat olovidan yolg'izlik alangasini ustun qo'yadigan kimsalar hech qachon tuymaydigan his-tuyg'ular haqida. Bu gaplaring bilan bugun o'qigan kitobimni eslatib yubording. Javobing xuddi bir nechta chiqishi bor labirintga o'xshagan, tushunarsiz. Basma barmoqlarini bekasining uzun sochlari uzra yurgizdi. Bu kitobdan qidirgan narsangizni topdingizmi? Hayo chuqur xo'rsindi. Yo'q, muammo shundaki, nimani qidirayotganimni o'zim bilmayman. Ichimda bo'shliq bor, uni his qilyapman, lekin uni nima bilan to'ldirishim kerakligini bilmayapman. Bu men uchun yangi musibat, chunki ilgari menga qisqa muddatli baxt ulashgan o'sha kitoblar endi shu bo'shliqni hissini battar kuchaytirib, uning doirasini yanada kengaytirib, chuqurlashtirib boryapti. Men shunday chuqurga tushib qoldimki, undan chiqmoqchi bo'lsam, oyog'im toyib yana tushib ketyapman. Basma kaftlarini bekasining yelkasiga qo'ydi. Balki kitob o'qimay turganingiz yaxshidir. Biroz tanaffus qilsangiz, yana o'qigingiz kelgunicha, bu dunyoda o'shanday hislarni bera oladigan boshqa narsalar ham bor-ku. Men hayotimdan charchaganman, Basma. Xayoldan boshqa panohgohim, xilvatgohim yo'q. Hayotdan qochib bo'lmaydi-da. Undan qancha qochmaylik, baribir oxiri u bilan yuzlashamiz-ku. Menga xizmat qilayotganingga qancha bo'ldi? Basma bekasiga bir qarab olgach, javob qaytardi. 3 yilcha bo'ldi. Sendan oldingi xizmatchimga nima bo'lganini so'raganmiding? Basma ortda turgan katta karavotning oldiga borib, ustidagi ko'rpani ochdi. Yo'q, so'ramagan ekanman. O'zi bo'shab ketgandir yoki siz uni haydab yuborgansiz deb o'ylagandim. Chunki u yerda ishlaydigan ko'pchilik ishchilarni bo'shatganingizni ko'rganman. Hayo o'rnidan turib, karavot tomon yurdi. Yo'q, men uni haydamaganman. Bo'shab ham ketmagan. Basma yostiqni to'g'rilab, uni kaftlari bilan bir necha marta urdi. So'ng bekasiga qaradi. Unda nima bo'lgan? Hayo ko'rpa ichiga kirib, boshini yostiqqa qo'ydi. Xuddi u bo'lmagandek. Tushunmadim. Basma ko'rpani bekasining ustiga yopdi. Hayo ko'zlarini yumdi. Ketayotib chiroqlarni o'chirarsan. Ovqatchi,
Hozir olib kelishadi-ku. Hayo ko'zlarini ochmay javob berdi. Bugun emas. Yo'qolgan o'zlik. Ustiga qora kostyum, qo'llariga oppoq qo'lqop kiygan 20 yoshlardagi yigit qasr o'rtasidagi, chetlari tillarang naqshli qirmizi gilam solingan katta yo'lakda yurib ketyapti. Uning qo'llarida kumushrang patnis, ustida esa bug'i ko'tarilib turgan qora qahva. Qahvaning yonida 2 bo'lak xandon pistali pishiriq. U yo'lak oxiriga borib, katta yog'och eshik qarshisiga to'xtadi. Eshik ortidan udning mayin ohangi eshitildi. Yigit go'yo uchrashuvga tayyorlanayotgandek chuqur nafas olib chiqardi-da, chap kaftini yozib patnisning ostiga qo'ydi. O'ng qo'li bilan eshikni 2 marta sekingina taqillatdi. Musiqa to'xtadi. Bir necha soniya davom etgan jimjitlikdan keyin ichkaridan "Kiraver" degan ovoz keldi. Yigit qaltirayotgan qo'li bilan tutqichni bosib eshikni ochdi. Keng, shifti baland xonaga kirdi. Xonaning devorlaridan birini kitob to'la juvonlar qoplagan, boshqa tarafi esa oynavand ayvon bo'lib, anvoyi gullar bilan burkangan bog'ga qaragan. Xonaning markazida charm qoplangan divan, uning qarshisida olcha daraxtidan yasalgan kalta oyoqli uzun stol. Divanda uzun sochlari yelkasiga tushgan, oppoq yoqali, to'q ko'k ko'ylak kiygan xonim o'tirardi. U qo'ldagi fil suyagi va obnus yog'ochidan yasalgan udni quchoqlab, kiraverishda hayajonlanib turgan yigitga qovog'ini uydi. "Nega bemahal bezovta qilding?" Yigit qaltiraganidan qo'ldagilarni tushirib yuboray dedi. Agar ikkinchi qo'li bilan patnisni ushlamaganda, aniq tushirib yuborgan bo'lardi. U dovdirab, xotirli ovozda javob berdi. "Soat 9 bo'ldi, Hayo xonim. Qahva ichadigan paytingiz bo'ldi." Hayo noxunni cholg'iga qistirib, yoniga qo'ydi. "Mayli, oldimga qo'y." Yigit tez-tez qadam tashlab, stol oldiga keldi-da, patnisni uning ustiga qo'ydi. Lekin patnisni qo'yganda kutilmaganda taraqlagan ovoz chiqib ketdi. Hayo unga yalt etib qaradi. Yigit qo'lni ko'ksiga qo'yib, boshini quyi soldi. "Kechirasiz." Hayo oyog'ini chalishtirib, finjonni qo'liga oldi. Bir qultum qahva ho'plab, oynavand devordan tushayotgan quyosh nuriga qaradi. "Nima yangiliklar?" Haligi xonim nigohini hovlidan uzmay toqatsizlandi. "Bugun ham har doimgidek o'tadi shekilli." Yigit fikrini bir joyga jamlab, ovoziga rasmiyroq tus berib javob berdi. "Mahalla oqsoqoli kelgandi. Siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Sizdan ruxsat olib, uchrashuv vaqtini belgilaymiz" dedim. Hayo qahvasidan yana bir qultum qo'pladi. Mahallasini ta'mirlatish uchun yana pul so'ramoqchidir-da. Mahalladagi kambag'allarga yordam ham so'radi. Ular bilan nima ishim bor? Qo'ldan hech narsa kelmasa, nechtasini qasrga ishga olganim yetmaydimi? Mana, bittasi sensan. Bir umr minnatdorman bekam. Aytib qo'y, vaqtlari yo'q ekan-de. Xo'p bo'ladi. Yana kimdir kelmadimi tilanib? Yigit biroz xijolat bo'lib javob berdi. Mahallamizdagi maktabning mudirasi sizga... Hayo uning gapini bo'ldi. Yana nima kerak ekan o'sha ahmoqqa? Bir hafta oldin 1 yilga yetarli pul berdim-ku. Yigit garangsidi. Bilmasam xonim, soqchilarga xat berib ketibdi. Hayo qahvasini patnisga qo'yib, pishiriqni oldi. Qani? Yigit cho'ntagidan qirmizi sham bilan muhrlangan maktubni chiqarib, stol ustiga bekasining oldiga qo'ydi. Xonim xandon pistali pishiriqdan bir tishlab maktubga razm soldi. "Ochib, o'qib beraymi xonim?" "Yo'q, pul so'ragan bo'ladi-da, boshqa nima ham bo'lardi? Axlatga tashla." "Xo'p bo'ladi." Yigit maktubni olib, buklab shimining cho'ntagiga soldi. "Yana nima gap?" "Ha, janob Nadim kelgandilar. Ko'rishsam bo'ladimi deb." Xonim yigit xonaga kirganidan beri birinchi marta jilmayib o'rnidan turdi. Qahvasini qo'liga olib, deraza oldiga bordi. "Nadim? Men ishonadigan bittagina odam u. Qani u?"
Xizmatchi yugurib borib, xonimdan oldinroq boqqa chiqadigan eshikni ochdi. Holda. Men ruxsat so'rab, keyin chaqiraman degandim. Hayo eshikdan kattakon boqqa chiqib, bambukdan yasalgan kursiga o'tirdi. Ayt, kiraversin. Yigit boshini egdi. Xo'p bo'ladi. U ortiga burilib, holga ketdi. Hayo qarshisidagi go'zal tabiatni tomosha qilar. Qushlarning har tomondan eshitilayotgan chug'ur-chug'uriga quloq solib, qahvasini ichishda davom etardi. Birozdan keyin uning qulog'iga eshikning asta taqillagan ovozi eshitildi. Ichkaridan boyagi xizmatchi yigit chiqib keldi. Uning ortidan 30 yoshlar chamasidagi qo'lida katta papka ko'tarib olgan erkak kelardi. Hayo Nadimni ko'rishi bilan jilmayib, ro'parasiga kelib o'tirguncha unga qarab turdi. Keyin xizmatchiga buyurdi. Janob Nadimga qahva. Men holda qahva ichdim, Hayo xonim, rahmat. Xonim yigitga qaramay buyurdi. Ketaver. Yigit tashqariga chiqib, eshikni asta yopdi. Hayo qo'ldagi qahvani tizzasiga qo'ydi. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ma'zur tutasiz, Hayo xonim. Ish ko'p. Ishlaringizni nazorat qilishdan ortib, huzuringizga kelolmayapman. Hisobot berish uchun haftada bir zo'rg'a vaqt topyapman. Ishni qo'ysangizchi, o'zingizdan gapiring. Oilangiz qalay? Rahmat, yaxshi. Yaqinda farzand kutyapmiz, 3-chisi. Uncha zo'r, tabriklayman. Rahmat. 2 kundan keyin uni qishloqqa, onasining oldiga olib boraman. O'sha yerda tug'moqchi. Sizga ta'til kerak emasmi? Yo'q, shart emas. Uni tashlab tezda qaytaman. O'zingizni qiynab nima qilasiz? Yonida 1-2 kun yoki tuqqunicha 1 haftami qilavering-da. 2 ta bolani ham onamning yonida qoldiraman. Ayolimning uydagilarni bezovta qilmayin. Bolalaringiz necha yosh? O'g'lim 7 yosh, opasi 10 yosh. Hayo qahvadan simirib, boqqa termildi. Vaqtning o'tishini qarang. Kechagina uylanmoqchiman deb kirgan edingiz oldimga. Ha, nimasini aytasiz? O'shanda juda katta yordam berganingiz, baraka toping. Aslida siz bundan ko'proq narsalarga loyiqsiz. Men uchun juda ko'p ish qilyapsiz. Vazifamni bajaraman xolos, xonim. Sizga o'xshagan ishonchli odamlar kam. Mol-mulkni siz boshqarganingiz uchun ko'nglim to'q. Bunaqa ishonchni pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Ishonchingiz uchun rahmat, Hayo xonim. Hayo barmoqlarini peshonasiga qo'yib, ko'zlarini yumdi. Nadim xavotirlanib so'radi. Nima bo'ldi, Hayo xonim? Har doimgi bosh og'riq, xavotir olmang. O'zingizni ortiqcha toliqtirmasangiz yaxshi bo'lardi. Hayo qat'iy ohangda dedi. Toliqish? Bundan ham kamroq harakat qilsam, tomirlarimdagi qon to'xtab qoladi-ku. Hayotim to'kin bo'lsa, tirikchilik deb g'am yemasam, charchatib qo'yadigan muammo bormi menda? Toliqishning sabablari ko'pda, yo faqat jismoniy harakatda emas-ku. Hayo jilmaydi. Sizchi? Siz ham charchaysizmi? Mening injiqliklarimdan boshqa yana nima charchatadi sizni? Nadim ham tabassum qildi. Talablaringiz meni charchatmaydi, Hayo xonim. Unda nima charchatadi? Nadim nigohini boqqa qaratdi. Aslida hech narsa. Tashvishdan asrasin-u, mabodo shunaqa narsa paydo bo'lsa ham, u haqda ko'p o'ylanib yurmayman. Buning o'rniga meni baxtli qiladigan narsalar haqida o'ylayman. Yaxshi, unda savolni o'zgartiraman. Hayotingizdagi baxt-saodat manbai nima? Nadim o'ylanib o'tirmasdan darhol javob berdi. Oilam, ayolim, farzandlarim. Hayo jilmaydi. Ayolingizni sevishingizni qachon bilgansiz? Nadim barmoqlarini bir-biriga kirishtirdi. Uyg'onganimda ham, uxlashga yotganimda ham hayolimga keladigan birinchi insonga aylangan paytda. O'shanda usiz yashay olmasligimni, u yonimda bo'lsagina hayotim tugal bo'lishini tushunib yetganman. Sizga hech kimga aytmaydigan bir sirimni ochaymi? Nadim qiziqib so'radi. Qanaqa sir? Men bilan hech kim uzoq vaqt birga qolmaydi. Tushunmadim. Hayo bog'da chaman bo'lib ochilib yotgan binafshalarga qaradi. Nimani tushunmaysiz? Bu yerda ishlaydigan odamlar unchalik ham ko'p emas, lekin ular shunchalik ko'p almashyaptiki, bir-birini tanimayapti. Kechirasiz xonim, baribir tushunmadim. Kim kimni tanimayapti? Mayli, e'tibor bermang. Oxirgi paytda bu haqda ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim.
Qanchalik chuqur o'ylasam, o'zimni shunchalik yo'qotib qo'yayotgandek bo'lyapman. Uzr Hayo xonim, rostdan ham gapingizni tushunmayapman. Sizga bir misol keltiraman. Kecha uxlashdan oldin Basma degan xodim qiz yonimda edi. U mening xos xodimam. Bu yerda 3 yildan beri ishlaydi. Har kuni ertadan kechgacha mening oldimda. Butun qasrdagi odamlarga menga nima kerakligini aytadi. Ularga nima kerakligini menga aytadi. Mana, siz uni taniysizmi? Basma? Rostini aytsam yo'q. O'zi men bu yerda ishlaydigan hamma xodimlarni ham tanimayman. Buning hayron qoladigan joyi yo'q. Hayron qoladigan joyi shuki, kecha o'sha Basma menga xayrli tun tilab oldimdan chiqib ketdi. Bugun esa uyg'onib Basma qani desam, uni hech kim tanimadi. Hattoki ilgari shunaqa odam ishlaganmi bu yerda? Biz eshitmagan ekanmiz, deyishdi. Ishonasizmi? Hammasi menga xuddi aqldan ozgan odamga qaragandek qaradi. Rostdan ham juda g'alati-ku. G'alatisi shuki, bu birinchi martaba emas. Hayotimda ba'zi odamlar paydo bo'lib, keyin yana g'oyib bo'lib qolyapti. Xuddi men ularni xayolimda o'ylab topib, ular bilan faqat o'zim gaplashadigandek bo'lyapman. Meni noto'g'ri tushunmang-u xonim, lekin nima lekin? Lekin ana u qo'shni xonadondagi kutubxona, xo'sh, vaqtingizni ko'p qismini o'sha yerda o'tkazasiz. Balki bunday ahvolga tushishingizga shu sabab bo'layotgandir. Aqldan ozyapsiz demoqchimisiz? Yo'q, xayol bilan voqelikni aralashtirib yuboryapsiz demoqchiman. O'zimni qanday his qilayotganimni bilmoqchimisiz? Men o'zimni allaqachon ketishim kerak bo'lgan joyda uzoq qolib ketgandek his qilyapman. Tushunyapsizmi? Tushunyapman. Ba'zan ajralmoqchi bo'lgan narsamizga juda nozik ip bilan bog'lanib qolamiz. O'sha ip qanchalik nozik bo'lmasin, bizni qo'yib yubormaydi. Undan hech qutula olmaymiz. O'zi nimadan ozod bo'lishim kerak? Ozod bo'lib qayerga borishim kerak? Men oldimda birorta yo'lni ko'rmayapman-ku. Balki o'sha yo'l ortingizdadir. Hayo unga hayron bo'lib qaradi-yu, hech narsa demadi. Nadim ham boshqa gap aytmay bir necha daqiqa jim bo'lib qoldi. Keyin o'rnidan turib, daftarini oldi. Hayo unga hayron bo'lib qaradi. Qayoqqa? Menga xizmatlar yo'qmi? Yo'q, lekin siz bilan suhbatlashib mazza qilayotgan edim. Istasangiz davom etaveramiz. Yo'q, uyga boring. Hozir mendan ko'ra ularga ko'proq keraksiz. Hayoning biroz xijolat tortganini ko'rib, Nadim noqulay ahvolga tushib qoldi. Mendan jahlingiz chiqmadimi, Hayo xonim? Hayo yasama tabassum bilan javob berdi. Yo'q, nega jahlim chiqadi? Ketavering. Qaytganingizda yana kelarsiz. Yaxshi boring, salom ayting. Nadim ketishga shaylandi. Xo'p bo'ladi, rahmat. Nadim ketgach, xonim oyoqlarini tebratgancha bog'ga tikilib o'tiraverdi. Tun cho'kkach, Hayo har doimgidek kitob o'qigani Aminning uyiga yo'l oldi. Xonasidan birinchi qavatga tushganida eshik oldida turgan xodimlardan biri unga kulimsiradi. Kechki ovqatni qaysi paytga tayyorlatay, Hayo xonim? Sen yangi ishchimisan? Yo'q xonim. Unda nega so'rayapsan? Basma qani? U yaxshi biladi-ku men qachon ovqat yeyishimni. Xizmatchi hayron bo'ldi. Basma kim? Hech kim. Bo'pti, kechroq kelaman. Xo'p bo'ladi, kutamiz xonim. Hayo qasrdan chiqib, darvoza tomon bordi. Soqchilar uning kelayotganini ko'rib, darvozani ochishdi. Xonim ularning yonidan o'tayotib, orqasidan bittasini chaqirdi. Sen, bu yoqqa kelchi. Soqchi yaqinlashib, boshini quyi soldi. Labbay, Hayo xonim. Bu yerda qachondan beri ishlaysan? Soqchi unga hayron bo'lib qaradi. 10 yilcha bo'ldi. Demak, Halimani eslaysan-a? Halima? Kim u? Soqchining javobidan hayratga tushgan xonim biroz asabiylashdi. 10 yildan beri shu yerda ishlayman deyapsan. Doim yonimda yuradigan odamni qanaqasiga tanimaysan? Soqchi sarosimaga tushib qoldi. Uzr xonim, men esimdan chiqibdi shekilli. Esimdan chiqibdi, esing yo'qmi shunchalik? Xonimning achchig'i chiqayotganini ko'rgan soqchilar boshlig'i yugurib keldi. Nima gap xonim? Nima qildi bu soqchi? Hayo unga g'azabini sochdi. Bu yerga qanaqa odamlarni olyapsan o'zi?
Menga nima qilganini ayting, hoziroq jazosini beraman. Xonim qo'l siltab, Aminning uyi tomonga qarab ketdi. Hammang ahmoqsan, birortangdan foyda yo'q. Hayo Aminning xonadoniga borib, cho'ntagidan kalitni oldi-da, o'ziga o'zi zorlandi. Meni ahmoq qilib, maynavozchilik qilishyaptimi bular? Xonim qop-qorong'i uyga kirib, to'g'ridagi burchakka, Amin odatda qahva tayyorlaydigan joyga bordi. U yerdan gugurt bilan 2 ta sham olib, bittasini yoqdi. Narigisini esa cho'ntagiga soldi. So'ng yondirgan shamini olib, uyning yorug'ida yerto'laga olib tushadigan eshik tomonga yurdi. Eshikni ochib, ehtiyotkorlik bilan zinadan pastga tushdi. Charm qoplangan divan oldiga borib, qo'ldagi shamni ro'paradagi stolga qo'ydi. Cho'ntagidan 2-chi shamni olib, uni ham stolga shamning olovida yoqdi. Orqasiga o'girilib tokchalardagi kitoblarni ko'zdan kechira boshladi. Tokchalar oralab qadam tashlar ekan, bir kitob uning diqqatini tortdi. Kitobning tilla naqshli jildi pirpirayotgan, sham yorug'ida tovlanar edi. Hayo bir qo'li bilan o'sha kitobni olib, muqovasini o'ziga qaratib sarlavhani o'qidi. Arg'imchoq. Hayo divon oldiga qaytib, qo'ldagi shamni stoldagi shamning yoniga qo'ydi. So'ng divanga o'tirib kitobni ochdi. Kitobdan yorqin shu'la chiqib, hamma yoqni egalladi. Kitobning davomi bor. Davomini tinglash uchun kanalga obuna bo'ling.